Go Back Garage kanaliga qaytganingizga xush kelibsiz. Bugun biz shahar uchun mo'ljallangan eng qiziqarli va kutilmagan qaytishlardan biri 2026 Chevrolet Matiz haqida gaplashamiz. Matiz qaytdi va Chevy uni yanada aqlli, xavfsiz, samarali va texnologiyaga boy kort, lekin arzon va qulay xarakteridan ayrilmagan holda zamonaviy shaklda qayta yaratdi. Yangi 2026 Matiz yosh va zamonaviy dizayni bilan gavjum shahar ko'chalarida darhol ajralib turadi. Oldi tomonda yanada ingichka LED faralar, kengroq panjara va aerodinamik bamper avtomobilga toza va zamonaviy ko'rinish beradi. Yon tomoni ixcham va amaliy qolgan, ammo keskin chiziqlar, yangi g'ildirak dizaynlari va biroz uzunroq g'ildiraklar bazasi salon kengligini oshiradi. Orqa qismda esa yangilangan LED chiroqlar va balandroq bamper avvalgi Matiz avlodlariga qaraganda yanada premium ko'rinish beradi. Salonga kirganingizda eng katta o'zgarish darhol seziladi. Endi panelda ikki ekranli tizim bor. Raqamli haydovchi displeyi va sensorli infotainment ekrani bo'lib, u Android Auto va Apple CarPlay'ni simsiz qo'llab-quvvatlaydi. Yumshoq materiallar, qayta ishlangan havo chiqarish teshiklari va ergonomik markaziy konsol salonni yanada jiddiy va qulay qiladi. Kichik mashina bo'lishiga qaramay, Chevy joyni maksimal ishlatishga e'tibor qaratgan. Aqlli saqlash joylari, buqiluvchi orqa o'rindiqlar va kundalik ishlarga yetarli yukxona mavjud. Kapot ostida 2026 Matiz shahar sharoitida yanada tejamkor va silliq yurish imkonini beradigan yangi 1.0 litrli yoqilg'i tejamkor dvigatelga ega. Ba'zi bozorlarda kuchliroq tezlanish va yanada kamroq yonilg'i sarfi beradigan yengil gibrid varianti ham bo'lishi mumkin. Amortizatsiya tizimi notekis yo'llarda barqarorroq yurish uchun qayta sozlangan, lekin Matiz hali ham tor shahar ko'chalarida oson boshqariladi. Xavfsizlik borasida ham Chevy katta qadam tashlagan. Yangi Matizda 2 dona havo yostig'i, ABS, orqa parktronik sensorlar, elektron barqarorlik nazorati, shinalar bosimi monitoringi va ixtiyoriy orqa kamera mavjud. Arzon shahar avtomobili uchun bu imkoniyatlar uni yangi haydovchilar, talabalar va kichik oilalar uchun juda jozibali qiladi. Texnologiya borasida esa 2026 Matiz Bluetooth, USB-C portlari, ovozli buyruqlar, raqamli iqlim nazorati, masofadan qulflash ochish va yuqori rusumlarda aqlli kalitsiz kirish funksiyasini taqdim etadi. Chevy aniq ko'rinadiki, kichik va arzon mashinada ham katta mashina funksiyalarini taqdim qilishni maqsad qilgan. Umuman olganda 2026 Chevrolet Matiz yilning eng qiziqarli ixcham avtomobillaridan biri bo'lishga nomzod. Zamonaviy dizayn, texnologiyaga boy salon, yaxshilangan tejamkorlik va hamyonbop narx bilan yangi Matiz yana bir bor shahar avtomobil bozorini larzaga solishga tayyor. Agar siz avvalgi Matizni uning soddaligi va arzon ekspluatatsiya xarajatlar uchun yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, 2026 model o'sha ruhni saqlagan holda uni yanada zamonaviy qulaylik va texnologiyalar bilan boyitadi. Go Back Garajni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Agar bu yangi obzor sizga yoqqan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling va yana ko'plab avtomobil sharhlari uchun biz bilan qoling.
Thank you.